Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Xorazm telekanalining Xayrli kun dasturi orqali bugungi boshlangan kuningizni yanada maroqli qilishga harakat qilamiz. Va albatta dushanba tongidamiz. Mana shu tong ham o'zgacha o'tmoqda va ko'plab adabiyot ixlosmandlari va bugun turkiy olamning alohida bir Turkiy millatlarning alohida bir bayrami desak yanglishmaymiz, chunki Hazrat Mir Alisher Navoiyning tavallud topganliklariga ham 585 yil to'ldi va bu sana bugun nafaqat yurtimizda, balki dunyo miqyosida nishonlanyapti, Yulduzxon. Albatta, ulug' mutafakkirning hayot yo'li, ijodi bizni insonparvarlik g'oyalaridan boxabar qilishda katta ahamiyat kasb etadi. Ularning g'azallardagi so'zlar ohangi serjilo, jarangdor deyishimiz mumkin. Ular kuyga solinganda esa uning beqiyosligi, betakrorligi yanada ortadi. Keling, damsoz dam suhbat deganidek Navoiy g'azallardan kuylangan qo'shiqlardan bahramand bo'lsak. Va bu ijroni bizga Urganch tumanidagi 11-son bolalar musiqa va san'at maktabi ansambl jamoasi taqdim etishadi.
rahmat. Tasanno. Jonli efirdagi jonli ijro Baribir barchamizga boshqacha. yaxshi kayfiyat taqdim etdi. Va albatta bu ijrolar mana shunday asarlar, shoh asarlar deymiz va xalqimizning mulkiga aylanib ulgurgan. Navoiy qalami bilan yaratilgan so'zlar bo'lishi mumkin, lekin bu allaqachon xalq mulkiga aylangan va biz qaraydigan bo'lsak, har bir asari bugun yuraklarga kirib borgan Hazrat Navoiyning. To'g'ri aytasiz. Albatta qalbimiz Navoiy asarlarga oshno bo'lar ekan, mana shunday o'ziga xos ijod mahsullari yaralaveradi. Albatta, Erkin Vohidovning bir to'rtligi bor. Nega tug'ildim deb do'stim chekmag'am. Qalbingni ezmasin bu dardu ro'yo. Navoiy borligini bilmoq uchun ham bir kelib ketishga arzir bu dunyo degan ta'riflarida Navoiy dahosiga qay darajada ixlos qo'yganliklarini ko'rishimiz mumkin va ko'plab ijodkorlar aynan Navoiy ijodini sevib mutolaa qiladi va mana shunday ijodiga bag'ishlangan asarlar yaratadi. Va bunday ijod namunalari sizda hali ko'p menimcha. Albatta. Keling shu o'rinda endi yana ansambl jamoasiga navbat bersak-da, o'ziga xos ijrodan yana bahramand bo'lsak. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Alisher Navoiy bobomizni g'azallarida bir ilohiyat bor. Shu odamiylik, insonparvarlik, komillikni his qilamiz. Qarangki, Shoshmaqomda butun nasr aytim yo'llarida 50-60% Alisher Navoiy bobomizning g'azali bilan aytiladi. Qolaversa biz ham muzika maktabimizda, Umriston maktabimizda bolalarga shu Alisher Navoiy bobomizni mumtoz yozgan asarlardan o'rgatib kelyapmiz va Navoiy xonlik kechalari o'tkazilib turibdi. Kutubxonamizda Navoiy xonlik burchagi bor. Nima deymiz, bu insondan qanchalar o'rgansak oz, bobomizni g'azallarini bir daryo ummonda taqqasasak bo'ladi. Qanchalik inju g'azallar tersak kam bo'ladi. Hozir rost maqomidan Nasr Soboni aytib beramiz. Marhamat, eshitamiz. Mana bir birlandiyen barım yağdi yetmedi hergiz kulun kayhu dunhul khabir la azab yetmedi hergiz Sıraşım saylik may koy Madiyu sarabın yağdim Budu kenglüm Deter ki Lebün yağdim Madiyar Belalar tağ yecran Datırloviyem blakazdim Küdüm yavra Man etken iş Yaşım Da perhaniyet Madiyar Nitan divan La köylüm İlariyetten Kılmak kim Divan yüzden Demiletten Şu feryat yetmedi yer
Ditayım başa işkin demesul sen ki piri değil bir iki iş dünüzge bir gelişat etmedi yer güzel. Yürüyüş al dedeciğim fida kılsana henüz az kim olaydın geri katlim gacellat etmedi her eğer buzdi navai köyünleni ulbiye o patayı küdüm yavra o pa ahli ünçüm iyiyiz kaba iyiyet Maria zaman ya Ey yashang tasanno. Urganch tumanidagi 11-son bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi ustozoda ijodkor Odilbek Xudoyberganovga mana shunday o'ziga xos ijro uchun tashakkur deymiz. Va ansambl jamoasiga ham minnatdorchilik bildiramiz.